Assalamu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshi masallar. Bugun 2021-yil 5-oyning 14-kuni juma. Roza hayitining 2-kuni. Ben hammalarning roza hayitiga muborak bo'lsin deyish bilan gapimni boshlayman. Roza hayitingizga muborak bo'lsin. Shuning bilan birlikda men tuvandagi mazmunlarni diqqatingizga sunmoqchi. Oldi bilan iqtisoddan kelaylik. Amerikaning iqtisodiy garchi yaxshilanishga qarab yotgan bo'lsa-mu, ammo o çok bir yaxshi quyoshli kun bo'layotgan vaqtda tuyuqsiz bo'ron chaqinning shapis kelganda, ya'ni bulutlar havoni qoplagandek pul paxalligidan iborat bu tahlika, ya'ni pul paxalligining xirisi Amerikaning iqtisodiy atmosferasini qoplamoqda. Chunki undaq bo'lishi vaboning ta'siridan ko'pchilikning xabar bor. Nurg'un odamlar ishsiz qoldi, nurg'un zavodlar, korxonalar to'xtab qoldi. Hamda bunga qarata Amerika hukumati bir necha kengayma pul siyosatini yo'lga qo'yib, odamlarga iqtisodiy jihatdan yordam qilgan. Bu iqtisodiy yordam, ya'ni ishsizlarga berilgan pul, masalan, toki bu yil 8-oy davomlashadi. Mana bu shunday bo'lganlikdan ba'zi sohalarda ishlab pul topadigan odamlar ishlashning o'rniga hukumat bergan ishsizlik pulini olsa yaxshiroq bo'lganini his qilib, bu zavodlarga va yoki ishlab chiqarish o'rinlariga va yoki mulozimat o'rinlariga, masalan, restoranlarga bormayotgan gap. Shunday bo'lganlikdan ba'zi restoranlarda ishlaydigan odamlar yetishmay, hatto yog'och tovarlarni u yoq bu yoqdan to'shiydigan uzun yo'lliq shoferlar shunday qisib ketganlikdan ta'minlash cheklik bo'lgan ahvol ostida bor narsani olamiz deydigan, endi talab intayin yuqori bo'lib ketgan vaqtda bu narsalarning bahosini ko'tarib o'tadigan shunday ahvol kelib chiqadi. Qaraganda bu xil ahvol yuzlanish qisqa vaqtning ichida hal bo'lgandek emas. Shunga bu pul paxalligining, ya'ni tovarlarning bahosining umumyuzlik o'sishi bu qo'limizdagi dollarning setilish kuchining tuvallayotganligining ifodasi bo'layotgan gap. Ya'ni bir tarafda tovarlarga mulozimat bo'lgan demand, ya'ni talab bor. Bir tarafda bularni qondiradigan ta'minlash cheklik bo'layotgan gap. Shunday bo'lganlikdan ta'minlovchilar nima ish qildi desa, bahoni o'stirib oladigan gap. Bu chaqda iste'molchilar ziyon tortadigan gap. Ya'ni mushu xil sabablar tufaylidan bu haftaning boshlarida Amerikaningki pay cheki bozorida umumyuzlik bir tushish bo'lgan. Biroq bugundan e'tiboran biroz yana yaxshilanish bor. Bu nimadan derak berdi desa, yana Amerikaning iqtisodiningki asliga kelish va yaxshilanishga qarta umidning bo'lganligidan. Hozirga qadar Amerika nüfusining 46% vaksina bilan emlanib bo'libdi. Ya'ni mush vabo tarqalgandan keyin Amerika dunyoda mush vaboning ta'siriga uchragan bir qattiq zo'r ta'sir uchragan bir davlat bo'ldi. Ya'ni 20 million ortiq odam vabo tufaylidan qazo qildi. Nurg'unlagan, milyonlagan odam kasal bo'ldi. Bu ishlab chiqarishdan tortib, ya'ni iqtisoddan tortib, ijtimoiy hayotning hammasigacha va hatto ba'zi siyosiy ishlargacha ta'sir ko'rsatdi. Masalan, bultur Amerikada ilib berilgan saylamga nurg'un bir talashlarninki, nurg'un paranglarninki yuz berishiga ham sabab bo'ldi. Lekin bu fan texnikada kuchlik, iqtisodda kuchlik, davlat bo'lganligi uchun, ya'ni buning demografik tuzumining asosiy nihoyat yaxshi bo'lganligi uchun nihoyat tezli o'zini o'ngishib oldi. Tezli o'zini o'ngishib oldi deganimda, mana hozir nüfusning 330 million nüfusning 20ga amlab bo'ldi. Bularning hammasi bekorlik amlab bo'ldi-da. Bekorlik amlab bo'ldi. Bu iqtisodiy qudratning, fan texnikadagi qudratning ham hokimiyat boshqarishda ki shu hokimiyat boshqarishda zarur bo'lgan hokimiyat apparatlarınınki ish o'limining naqadar muhimligini ham ifodalaydi. Bu boshqalar uchun dars ham saboq. Oldimizdagi oylarda va kelar yilda Amerikaning iqtisodining davomli kuchayishdan zo'r umid bor. Bu iqtisod to'g'risidagi gap. Anadan keyin men o'zimizga oid bir necha xabarlarni yetkazayotgandan keyin mush shifrliq pul to'g'risida bir qisqacha to'xtalib o'tay. Chunki ba'zi qarindoshlar bu vaqtda kanalimda savol qo'yib qo'yibdi, shunga javob berib o'tay. Biz haqidagi xabar 5-oyning 12-kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotida
Germaniya, Amerika, Angliyaning Birleşken Devletler Teşkilatı turuşluq vakilleri yığın içip Xitayning Uyg'urlarga qaratgan erkiy qirg'inchilik siyosatini intayin kuchlik ravishda tanqid qildi. Buningga garchi Xitayning Birleşken Devletler Teşkilatıda turuşluq bosh elchisi har qaysi davlatlarga xat yozib, buning qatnashmanglar, bu Xitoyga qarshi bir harakat degan bo'lsa-mu, ammo hozirga qadar 50 shu yig'inga 51 dan ortiq davlat qatnashgan. Buning ichida birsi Xitoyning o'zi xalqlarni qatnashmanglar deb o'zi qatnashdi bu Xitoy hukumatining elchilari. Ammo 50 davlatning ichida men yuqorida sanab o'tgan 3 davlat va uningdan boshqa Yevropadagi 16 davlat. Buning ichida musulmonlar va davlat Albaniya, musulmon davlati deb qarasak Albaniyani bu davlat bor. Qaragan chaqda Turkiya hukumatining elchilari bor o'xshaydi bu yig'inda. Qolgan 30 davlatning kimligini men uning tizimligini topamadim. Demak, bu yig'inda bular o'rtaq holda birdek ovoz bilan Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bu zulmini to'xtatishni, bir madaniyatlik davlat bo'lishini talab qildi. Bunun qarta Xitoy davomliq o'zininki ya'ni kona hiyla nayrani o'ynayotgan gibi, ya'ni rad qilish, boshqalarni gunohkor chiqarish, ya'ni sen o'zing yerlik xalqni, indiyalarni, bularni qirding'o, undaq qilding'o, bundaq qilding'o deyish orqali. Ya'ni sen tarix qilganliging uchun, boshqalarning tarix qilganligi uchun hozir mening bundaq qilishim yo'lliq degandek ta'sir beryotdi-da. Lekin bu 21-asrda dunyo buni ko'tarmaydi. Buningga qarta davomliq ayblashlar kuchaydi. Undan sirt yana Xitoyning 2022-yillik Olimpik musobaqasini Beijingda o'tkazishga qarta kuchli ovozlar chiqyapti. Kuzatuvchilar ba'zi deydi, tanarkachilarimizni avatishimiz kerak, ammo amaldorlarimizni avatmasligimiz kerak deydi. Ya'ni ba'zilar deydi, bunday qilsak bo'lmaydi, biz shundaqla biz qarshilik bildirmaymiz, shuni avatib qo'ysak, Xitoyning kishilik huquqni, ya'ni Uyg'urlarga qarta o'tkazgan, ya'ni erkiy qirg'inchilik o'tkazgan bu davlatningki biz jinoyatiga yontayoq qo'ygan bo'lamiz. Biz umumyuzlik hukumat sifatida bu xil olimpik musobaqasiga boykot, ya'ni qarshilik bildirishimiz kerak, hech kimni avatmasligimiz kerak. Ya'ni Xitoy o'zining Uyg'urlarga qarta o'tkazgan bu xil jinoyatiga cho'ng badal to'lash kerak da'vatadi. Demak, mo'sha xil qarashni har qaysi odamlar, Uyg'urlarning taqdiriga ko'ngil bo'ladigan tashkilotlar cho'qim buningga diqqat qilishi kerak. Bu gaplarning asosi bor. Anadan sirt yana bu Ramazon oylarida BBC'da bir xabar chiqdi. Ya'ni Xitoyningki atalmış aşqılıqqa qarshi turish bu harakatida nurg'unlagan imomlar zarba berish nuqtasiga aylanib qoldi deb buningda bir necha diniy zotlarni, damullamlarni misol qilib olibdi. Bularning ichida Abdun Ayub ismli bir o'lima kishi bor. Bu kishi men nəhayət yaxşı tanıyman, bizga tuqqan keladi. 88 yosh tutilib kelibdi ekan. Bu vaqtda biz bu kishininki chet eldagi tuqqanlari radiodami so'zladik. Abdun Ayub bu o'lima kishi, intayin ma'rifatparvar kishi, intayin yaxshi kishi. Mana mo'shu kishimi, mo'shu imomlarga qarta Xitoyning bergan ziyonkashlikda, ilib borgan ziyonkashlikda bu kishimi tutilib ketib, hozirgacha xabari yo'q. Bu xabar chiqqan shu kuni Xitoyningki kani bo'lgan 5 imom Xitoyning tashviqot apparatlariningki yig'iniga qatnashib, Amerika va G'arb ellarininki Xitoyga qarta ilib borgan ayblashlarga qarta raddiya berib, ularni ayblagan gap. Demak, bu yerda hozir ikki turli imom bo'lib ketdi. Bir tarafdan Xitoyning ziyonkashlikka uchragan imomlar, yana bir tarafdan Xitoyning kani bo'lgan imomlar, ammo tarix va amaliyot aman iqning oq qarisining qora bo'lganligiga ayirib chiqadiganligiga biz ishonamiz. Xo'sh. Endi bu o'zimiz haqidagi gap. Endi men Dogecoin shifrli pul haqida qisqacha javob berib o'tay. Chunki ba'zi qarindoshlar debdiki, Coinbase bilan
Binance'ninki qaysi yaxshi edi? Aldı bilan bularning nima ekanligini bilaylik. Bularning har ikkisi bir yo'l. Agar siz bir yerga berib, bir taqqa berish, shu tag'da bir boyliqni yutib akilman desangiz, bir yo'l bo'lish kerak uningga. Mayli Binance bo'lsin, mayli Coinbase bo'lsin, bu shu yo'l. Ya'ni siz mablag' silib pul topaman degan shu o'yingizni amalga oshirishda, shu taqqa berishda siz bosadigan yo'l. Binance'ni Zhao Changping degan Xitoyning Zhejiangda tug'ilib, keyin kichik chig'ida Kanadaga ko'chib kelib, Kanadada o'qigan, birsi qurgan bir yo'l ekan, yasagan yo'l ekan. Coinbase chu desa, Coinbase mi bir yo'l. Ammo Coinbase bu bir yo'l. Masalan, kishilar yo'l yasagan odamlar nima ish qiladi? Yo'llar qiladi. Shundaqmi? Yo'llarning kimning o'tishiga ham diqqat qiladi. Binance qanday qilgan gap desa, hozir Amerika hukumati to'nogin Binance'ningki butun baj ishlarini tekshiramiz deydi. Ya'ni sening bu yo'lingda jinoyatchilarga yo'l qo'yapsan, kishilar sen baj oshiribsan, pul yuyibsan, jinoyat shaykillarla aloqang ekan deb shunday debdi. Demak, Binance mo bir yo'l, ammo o bir qism Amerika hukumatining nazarida bir qism jinoyatchilarningki o jinoyat o'tkazishga yo'l qo'ypagan degan bir gumonning ostiga tushib qolgan yo'l. Coinbase'da hozircha bunday gap yo'q. Coinbase'da bir narsa ilib satsangiz, buningda azroq bir haq to'laysiz. Mening ishlatayotganim Coinbase. Shunga bu Coinbase bilan Binance'ning ichida qaysi yaxshi, qaysi nachar deganda, buning ishlatish qulayligi, uning innovatning yaxshiligi yoki haq oladigan olmaydiganligi degandeklarga diqqat qilish kerak. Ama men o'zim Binance ishlatmayman, Coinbase'ni ishlataman. Buni shundaqroq tushunib qolsa qildi. Andan keyin yana shu hozir kishilarda bir xil shifrliq pulga mablag' solish orqali boy bo'lishdan iborat bir xil qizg'inlik bor. Buni boy bo'lish yerismanligi demdiq yoki shaytonning vasvasasi demdiq. Janob Alloh qo'limizga pul versin, ammo dilimizga pul versin. Shundaqmi demay. Shundaqmi shundaq emasmi? Nimishqa desanglar, bu haddidan ziyoda bir xil xumorlikni paydo qilgandek turdi. Dogecoin haqida men so'zlab kelayotgan bir oydan ochdim ish kanalimda. Tönögün bir qiziqroq ish yo'lda yetib olgan ekan sizlarga deb beray. Bir tuqqanlarningki bir qarindoshlarning uyiga borgan aytliq. 7-8 odam bordi. Bir opdan chiroyli duo qilib o'tirib aytliq patslar o'ttasaq ko'pinchisi telefon borda, telefonga qarab o'tirdi-da. Men dedimki, ba'zida cho'ngroq bo'lib olganning foydasi bor. Shundami? Hey insonlar, bu shundaq uzoq vaqtda bir ko'rishib o'ttasaq bu sizlar parang qitilmay telefonga qarab oldinglar. Telefonga cho'nglar o'tag'an telefon qarashda adabsizlik desam, ular telefonlarni yanchiqqa silishdi, ammo shundaqla yemakka mangandan keyin yana telefon qarashib oldi-da. Butun gap 90% Dogecoin'ning parang olib ketdi. Bu nima naslatda menga desa, men darhol chiqib ketay dedim, unda qilmadim-da. Bu bir chorvachining 5 qo'yi bor, bir chorvachining hikoyasini eslatdi. Bir chorvachi ekan 5 qo'yi ekan. Atdeganda etizlik ish qilib o'tlatgan vaqtim sanaydi ekan 1 2 3 4 5 deb. Qaytirib kelgachim sanaydi ekan 1 2 3 4 5 deb. Tushdi bir sanaydi ekan. Ketib o'tibmi, beqib o'tibmi sanaydi ekan, qo'tanga kelibmi sanaydi ekan. Kechda uxlashdim burun sanaydi ekan. Atdeganda bandat namozi qopgan chaqdim sanaydi ekan. 1 2 3 4 5 qo'yini shundan sanaydi ekanda. Bir kun yarim kechada uyg'onib ketibdi bu chorvachi. Uyg'onib ketib, o'g'liga debdi, "Ey o'g'il" debdi. "Ha, men qo'tanga chiqib qo'ylan sarpaga qancha ekan" deb. Bu bola chiqibdi. Ammo bu kishining to'xtamay shu qo'y sanashlardan xotindan tatib ballarga zerikib ketdi-da. Otanga chiqib qaytib kiribdi. "Voy dada, ha, qo'y 4 turdi" deb. "Voy 5 tug'in nima bo'ldi? Qolgan 5-chisi keldi." "Sening sanashlardan zerikib qochib ketibdi 5-chisi" debdi. Demak, men ash qo'yda qochib ketay dedim-da, so'rin nimishqa? Dogecoin ba'zi odamlarga haqiqatan manfaat qildi. Fursatni tutib, Warren Buffett'ninki yiliqi falsafasi bo'yicha ish ko'rganlar. Ya'ni hamma odam och ko'z olgan vaqtda paychaga bozorda, kapital bozorda. Hamma odam och ko'z olgan vaqtda, nurg'un odam och ko'z olgan vaqtda sen qo'rqinchoq bo'l, ehtiyot qil. Ammo hamma odam qo'rqib turgan vaqtda, ehtiyotchan bo'lib ketgan vaqtda
sen batır bol. Yürekligrek meblag sal deb. Mana mushu usullarni qo'llanganlarning ichida beg'alla bor. Yana yaxshi pul topganlar bor. Shunga bu shuni sizlarga o'shunday degim keldi. Hozir shu Dogecoin 5-oyning 8-kuni o'sdi, undan keyin tushdi deb faraz qilganman o'tgan. Shunda bo'ldi. Nimishqa Elon Musk. Bu bozorda shifrlik pulga nisbatan bu yangi hodisa, yangi ish. Ama ben bir narsani xo'sh, yoshlarimiz, kishilarimiz shunday pul muomala bozoridagi pan-texnik sohasidagi texniklarga shunga qiziqyotdi. Yani her xil coinlar chiqyotdi. Bu coinlar tangilarning ichida Shiba Inu deydigan tangining bozoriga ketdi yaqindan buyon. Bu Shiba Inu degan tangini sotilish uchun siz cho'qim Uniswap deydigan bir appni tushirib olib, oldi bilan Coinbase'dan Ethereumni sotib olib, Ethereumdan yana bir MetaMask deydigan yana bir appga pulingizni yo'tkab, anandan keyin Uniswap orqali Shiba Inu degan pul tangini sotib olasiz degan gap. $200 sotib olsangiz necha 100 million, necha 10 million tanga keladi-ki, psixik jihatdan biroz xo'shalib qolsin bunda tangam bor deb. Shunaqmi? Ammo buni olamiz deydigan odamni jiqib ketgandan keyin bularda bir narsa bor ekan. Ya'ni shu hisobotni qilishda buning energiya ketadigan, tok hisoblash haqida. $200 bir narsa olamiz desangiz, burun chaqlarda kishilar diqqat qilmagan vaqtda buningki gas fee, gaz puli debchi, qatnash haqqi deb $30, $40 oldi ekan, $200 tanga sotib olamiz desangiz. Hozir buni olamiz degandan keyin talab jiqib ketgandan keyin $200 tanga olaman desangiz, bu $250-300 gaz puli to'laydi ekansiz. Ondan oxir nima bo'ldi ki? Bu ba'zida haddidan ziyod odamni jiq olamiz degandan keyin siz olaman deb shunda olib kunib bosgandan keyin siz ololmay qoldi ekansiz uni. Oxirida nima bo'ldi? Gaz puli ketib qoldi ekan. $250, $200 pulingiz isrof bo'lib ketdi ekan. Birinchisi bu tangini sotib ololmay qoldi ekansiz, lekin gaz puli qimmat. O gaz pulga ketgan pulingiz bekaga iqib ketgan bo'ldi ekan. Ya'ni siz taqchiq gul uzman deb mashinada mangan bo'lsangiz, o taqchiqsangiz gul olmay qoladi ekanda, shuning bilan sizningki safaringizda tatgan xarajlaringiz, ziyonlaringiz o'zingiz bo'ldi ekan. Shunday bo'lib qoldi ekan. Shunga ma bu shikpirlik pul haqida davomli qizinayotgan qarindoshlar, mo'shinaga diqqat qilinglar. Ba'zi tajribaliklarning aytishidan qaragan vaqtda uyqusini qurbon qilib kechida, kunduzda olmay, shu Amerikaning vaqtida tang sayr 2 yoki 3 ta olsa, gaz puli $100 dan to'van bo'ladi ekan. Men uchurnimni bilib qilinglarchimi? Buni deb qo'yim keldi. Agar men yana shunday demoqchimanki, shipirliq pulni olamiz desanglar, jiq mablag' chunki bu narsalar hozir bozorda bak chiqib ketdi. Bu dunyo xarakterli bir qiziqish va buning nisbatan buning ichida oxirida mavjudlab qolganini asal qildi. Bitcoin, Ethereum degandeklar, Azul, Litecoin degandeklar, Zcash, Mona deydiganlar chiqadiganlar az chiqdi. Ba'zilari raqobatda shallanib ketib qoladi. Shunga shallanib ketidiganga yoki beygida yengolmaydigan otqa mablag' sap qo'ymanglar demoqchi. Tavsiyarim bunaq pullarga nisbatan bir necha $100 sap qo'ysa kifoyaki, hargiz jiq sap qo'yish bo'lmaydi demoqchi. Chunki kanalimda tushgan fikrlar ham mushkil qarashning amaliyotga muvofiq ekanligini ham ko'rsatadi. Undan sirt yana ba'zi qarindoshlar paycheki bozorda har xil qarashlarni bildiradigan mablag'chilik qiziqadigan ba'zi qarindoshlar bor. Ular o'zining ko'z qarashini yetkazib turadi. Men ba'zi bir ishlarda ularning bu qarashlariga qo'shilaman. Qanday paylarni olamiz deydigan masala bor. Hozir qanday paylarga diqqat mablag' saqlab qo'ysak bo'ladi deydigan qarashlar bor. Hozirgi ahvoldan qaragan vaqtda Amerikaning iqtisodiy shu davomli yaxshi bo'lib ketyapti-ku. Shu yemak-ichmakning, mehmonxonaning aninki shu qatnash yana ammo aeroplan stansiyalarının pay cheklari töven bo'lsa, ashundan bizroq ap qo'ysak bo'ldi. Ammo mablag' sap qo'ygan vaqtda aldirab setvatmaylik-ki, sabrsizlik qilmaylik-ki, sabrcharoq bo'laylik demaydigan bir tavsiyani ham qilmoqchi. 2017-yilda biz bir fikrimiz mendan so'raganda, "Qaysarka nimaga mablag' sap qo'ysam bo'ladi?" Fikrim shu Bitcoin ep qo'ying azroq deb. Men o'zim ep qo'ygan. Ammo men uni setib qoldim, sabrsizlik qildim. Nemishqa qarsam tushib ketdi. Shuningdek sertifikat deb setib qoldim. Foyda yo'q. Ammo enimiz o'zi $100 ep qo'yapti-ki, unutib qoldi o'zidan ep qo'yganini. Unutib qilishim yaxshi ekan ba'zida. Xapchilikni unutib qoldi deydi-ku cho'nglarimiz. Shunga o'xshash $100 uchib ketdi deb. Men
Bu ay bu kunlarda ayetlik salamlashqandik. Voy aka, shu $100 pulga bitcoin olib qo'yib, unutib qolibdi ekanman, qarang. Qarabmi qo'ymabdi ekanman. Hozir qarsam shu o'sab 10 nechasi foyda qilibdi degan gap. $1000 jiqilab ketdi degan gap. Isat. Shu chaqda $300 qilib qo'ygan bo'lsam-chi, deb shundaq deydi. 4-5 ming dollar bo'lib qolar ekan deydi. Bu paychagi bozorda shundaq ishlar shundaq bo'ladi degan gap. Ya'ni isat deb qolgan ishlar bo'ladi. Shunga paychaki bozori paychaki yoki bu xil shipirliq pul mablag' solgan vaqtda vaqt buni aytib muhim ekan. Fursat aytib muhim ekan. Ammo men kelib chiqishim o'qituvchidan bo'lganlikdan chapanning hammani siliblar, do'g'ri tikib etmaymanki, bundaq deyishimdagi sabab bu shipirliq pulni ma'lum ma'noda aytgan vaqtda bir qonunlashgan qimog'ini o'xshatib qo'ydiganlar bor. Elon Musk dediki, Dogecoin'ga mablag' solish lotereya olgandan yaxshiroq deydi. Bu nimani tushuntirdi? Ma'lum ma'noda aytgan vaqtda bu xil mablag'chilikning tavakkulchilik xarakteri naydi bor. Naydi yuqori demoqchi. Shunga azroq mablag' solib qo'ysak, birini bo'lib qolsa yaxshi. Yaxshi odamlarning mol dunyosi ko'proq bo'lsin. Ammo yo'q deb qo'ysak, Allohu akbar. Uning bilan biz yiqilib tushmaymiz. Shunga mushu xil tavsiyani, ya'ni mushu xil gaplarni ko'pchilikka dab beraydi. Unda bo'lsa, so'zimni mushada tugitay. Ko'pchilikka rahmat. Yaxshi kunlar hammalarga yor bo'lsin. Rahmat.